Muhammad alayhisalom aytadilar, kimki ichkilikka mukkasidan ketgan holda vafot etsa, Alloh azza va jalla uni Guta daryosidan sug'oradi degandilar. Guta daryosi nima deb so'rashdi? Shunda u zot sallallohu alayhi va sallam u fohishalarning farjlaridan, ya'ni uyat joylardan oqadigan daryo bo'lib, ularning farjlarining badbo'yi do'zax ahliga ozor beradi dedilar. Ibn Hibbon hamda Hokim rivoyat. Ya'ni do'zaxda fohishalarning farjlaridan qon yiring oqadi. So'ng mast qiluvchi ichimlikni ichishga odatlanib qolgan kimsalar shu jirkanch ichimlik bilan siylanadilar. Rivoyat qilishlaricha jahannamdagi bir vodiyda ilonlar bo'ladi. Har bir ilonning yo'g'onligi tuyaning bo'ynidek bo'lib, ular namozni tark qiluvchilarni chaqadilar. Ularning zahari inson jismida 70 yil o'z ta'sirini ko'rsatadi. So'ng uning go'shtlari hilvirab uzilib tushadi. Jahannamda Jubbul Huzn, ya'ni qayg'u o'rasi deb nomlangan yana bir vodiy bo'lib, u ilon va chayonlar makoni bo'ladi. Har bir chayon xachirdek keladi. Uning 70 ta nishi bo'lib, har bir nishi zaharga to'la bo'ladi. U zinokorni chaqib zaharlaydi, uning og'rig'i 1000 yil azob beradi. So'ng zinokorning go'shtlari titilib ketadi va farjidan qon yiring oqadi. Rivoyatlarda kelganki, kim oilali ayol bilan zino qilsa, ularning har ikkisiga qabrida islom ummatiga beriladigan azobning yarmi beriladi. Na'uzubillah. Qiyomatda esa Alloh taolo erning foydasiga hukm qiladi. Mazkur holat bu ishdan bexabar bo'lgan taqdirda ro'y beradi. Agar erning xabari bo'lsa-yu, sukut saqlasa, e'tibor bermasa, Alloh unga jannatni harom qiladi. Chunki Alloh taolo jannat darvozasiga sen dayusga haromsan deb yozib qo'ygan. Ahli oilasining fahsh buzuqlik qilishini bila turib, sukut saqlaydigan va rashk or qilmaydigan kimsa dayus hisoblanadi. Rivoyat qilishlaricha, kimki o'ziga halol bo'lmagan ayolni shahvat bilan ushlasa, qiyomat kunida qo'li bo'yniga bog'langan holda keladi. Agar o'psa, lablari olovda qirqiladi. Borida zino qilsa, qiyomat kunida sonlari tilga kiradi-da, uning zarariga guvohlik beradi. Men haromga mindim deydi. Shunda Alloh taolo unga g'azab ko'zi bilan qaraydi. Bu qarashdan badanidagi go'shtlar erib tushadi. U sarkashlik qilib, men bu ishni qilmaganman deydi. Unga qarshi tili guvohlik berib, men halol bo'lmagan so'zlarni so'zlaganman deydi. Qo'llari men haromni ushlaganman desa, ko'zlari men haromga nazar tashlaganman deydi. Oyoqlari men halol bo'lmagan ishga yurib borganman deydi va farji men qilganman deydi. Saqlovchi farishtalardan biri men eshitganman desa, ikkinchisi men yozganman deydi. Alloh taolo men bilib uni yashirganman deydi. So'ngra farishtalarga uni ushlanglar va azobimdan tottiringlar. Darhaqiqat behayo kimsaga g'azabim kuchaydi deb buyuradi.